Islom ota keldingizmi? Assalomu alaykum. Keldim. Ertalab gaplashganimizda boraman degandingiz. Kelmadingiz. Majbur uyingiz tagiga kelib kutib turibman-da, ota. Mana shu molni ko'rib bering tezroq. Ha, aytdim-ku senga ertalab. Tushlikdan keyin boraman. Soat 4 bo'ldi, ota. Tushlikdan keyingi vaqtdan o'tib ketdi-yu. Ha, soat 4 bo'lgani bilan men hali tushlik qilganim yo'q-da, o'g'lim. Tushundim sizni. Men o'zim sizga tushlik olib beraman. Yuring, faqat shu molni ko'rib bering tezroq. Ha, yura qol. Aka. Ha, Bo'rvoy. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Kayfiyatingiz yaxshimi? Ha, Xudoga shukr. Boraversin. Yangi choponlar olibsizmi? Keling bor, yangi chopon olaman, naski olmay yuribman-ku. Ertadan keyin qaynotani tug'ilgan kuni shunga olganmiz. Ha, kena uyda yo'qmi? Yo'q, keling uyda. Shunga kiyyapsiz-da? Yo'qligidan kiyib oldim. Yaxshimi sog'lig'ing? Rahmat. Nima yurish? Havoni qarang, havoni. Sovib ketdi. Qish bo'lgandan keyin sovitda Bo'rvoy gapingga qara. Endi mash havoda bir fikr keldi xayolimga. Nima fikr? Choy maza qilib yon boshlab choyxonada yotsak, qo'y go'shtiga oshdan yeb. Nima deysiz? Zo'r bo'lardi-ku, Bo'rvoy. To'g'ri aytsam, 1 so'm pulim yo'q choyxonaga chiqishga. Ha, endi qo'ysangiz-chi aka. Nega pulingiz yo'q bo'ladi? Kecha qo'ylarga yem oluvdim. Oxirgi pulimga. Qo'ylarga yem olib kelmagansiz. Kenang tug'ilgan kuni bo'lgan. Mahallaning hamma ayoli shu uyingizda edi. Qanasan bilasan, Bo'rvoy, bo'ldi tug'ilgan kun shunaqa. Mayli, menga qarang. Menda ancha ko'p emas, 30-40 ming bor. Siz ham bir 30-40 ming qo'shasiz. Jay yetmaganini yozdiramiz. Menga qarab Bo'rvoy, kim o'tiramiz? Kim o'tiradi? Ikkitamiz o'tiramiz. Ortiqcha odam nima kerak bor? Ikkitamiz o'tiradigan bo'lsa kiyim almashiramanda, keningga telefon qilib aytaman, bir joyga ketyapman deb. Senga telefon qilsa, bilmayman, men bilanmansiz deb aytdim. Tushundingmi? Muammo yo'q, tezlashing bo'ling. Aytmayman. Qachon chiqarmagin. Bo'ling, tezlashing. Istagan tozasini ichamiz. O'zi doim tozasini ichamiz-ku. Ovqatda boru, yaxshisi kelyapti. Shu yerga sholatda hozir bizga. Odati yomonda shuni. Qachcha borsang qo'ymaydi. Buncha tez yurasizlar, Yaxshimisiz aka? Yaxshimisan? Ha, rahmat. Choyxonaga ketyapsizlarmi? Nima unaqa deyapsiz? Endi bu havoda choyxonadan boshqa qayerga borish mumkin? Milisaxonaga ketyapmiz. Yaxshi bo'ldi. Sizlar bilan milisaxonaga men ham boraman. Kecha tovug'im yo'qolgan. Shuni yozib beraman. Topishimiz kerak. Men qarang, tovug'ingiz yo'qolgan bo'lsa, o'zingiz kuchingiz ekan. Tushundingizmi? Mahallada o'g'ri yo'q. Keyin biz milisaxonadan oldin mahalla raisining yoniga kirishimiz kerak. Mahalla komitetida ham ishim bor. Spravka olishim kerak. Qanaqa spravka? Hozir hammasi ana internet to'p ketgan-ku. Menga qara. To'g'risini aytaymi? Ayting. Choyxonaga ketyapmiz. Ikkalamiz o'tirmoqchimiz. To'g'ri tushuning. Uchalamiz o'tirsak nima qilibdi? Men ham boray. Sen kam ichasan. Keyin ming'ir-ming'irsan, ko'p ovqat yeysan. O'shaning uchun ikkalamiz mazza qilib o'tiramiz deb ketyapmiz choyxonaga. Iltimos, bizim madaniy hordiq olishimizga xalal bermang. Sizlardan ko'p ichaman. Nima deydi? Ko'p ichaman deydimi? Ey, aka, siz biz yonimizda o'tirib ichalmaysiz. Nima deyapsiz siz? Ey, nonni katta tushning, lekin katta gapirmang. Kerak bo'lsa 3 litr ichaman. Bu o'zi ertalabdan ichib olmaganmi bu? Nima deyapsan? 3 litr icha olasanmi? Menga qarasan, 3 qozon ovqat yeyishing mumkin. 3 litr aroq icha olmaysan, o'ylab gapiryapsanmi? To'pa-to'g'ri. Garov o'ynaysizlarmi? Ey, garov? Nima o'yingiz garov? Agar icha olmasam, choyxonaning pulini men to'layman. Agar 3 litr ichib bersam, sizlar to'laysizlar. Choyxona tekin bo'ldi-yu. Mana qarang, gapingizga javob berasizmi? 100%. Aniqmi? Aniq. Qo'l tashlang. Tasha, uz. Qani, ketdik bo'lmasa. Ketdik. Hazillashyaptimi biz? Ey
Qara, hammani qo'liga tegizib urib, odamni sharmanda qilmagin. Bu juda chiroyli go'yo. Qara, chiroyli go'yo ekan. Sharmanda qilmagin, bo'ptimi? Mana choyxonani udari. Zo'r ekan choyxona. O'tirgansiz bu choyxonada? Yo'q. Mana bugun o'tirasizda, bir yayraysiz, afsuslanmaysiz. Qani ketdikmi unda? Siz kiring-da, siz kiring. Bir og'iz gapim bor. Ha? Bo'rvoy, Ha. bu yerga nimaga kelding? Faqat baliq pishirar ekan-ku. Yo. Bu yerda hamma ovqatlar bor, lekin asosan baliq pishirishadi. Bekorga kelmadim. Agar qozon kabobkami, oshkami olib borsak buni, haligi ovqat araqni yeng borishi mumkin-da, ko'p ichish mumkin. Baliqda uncha yengilmaydi. Shuncha baliq yediramiz bunga. Sen Bo'rvoy, ko'p narsani bilasan-da, qoyil. Bu ko'rinishi juda chiroyli, hashamatli ish qilib qimmat emasmi? Yo, narxlari yaxshi. Balig'i ham zo'r. Keyin qimmat bo'lsa nima farqi bor? Oxirida bari u to'laydi-ku. To'g'ri aytasan. Unday bo'ladigan bo'lsa 2 kilo uyga ham olaman. Nega? Senga nima farqi bor? U to'laydi-ku bari pulni. To'g'ri. Besh ber. Mana olaman unda. Ketdik. İçmeyi karbona buldum. Tekrar. Şey yaxshi. Bo'l. Hızlısın. Bo'l. Bo'l. İçmeyi karbona bulgur. Başarılı suyayım. Qo'y, bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Sal o'zing tutgin. Maza joydami? Olib tashlaymi o'zim yo? Bo'pti. Bu chatoq ekan-ku. 3 litrdan ko'p ichib yubordimi? Men buni ko'p ovqat yeydi desam, ko'p aroq ham ichar ekan-da bu. Ko'tarib chiqqancha bor yelkam uzilib ketaydi-da. Bo'pti bo'lmasa, gaplashamiz, ko'rishamiz. Qani ketasiz? Hisob-kitob kim qiladi? Garovda ikkalamiz ham yutqazdik-ku. Bir so'm puli yo'q. O'zing bir narsa qil. Bir so'm pulim yo'q? Bir narsa qil. Hozir kenaga telefon qilib, bo'lgan voqealar hammasini aytaman. O'zim hal qilaman deyapman. Yur, hisob-kitob qilish kerakmi? Hech aralashtirishim shartmi kerak? Aralashtirma kerakmi? Qaysi uying kuygur ichirdi ekan-a? Ichgan. Shu mast holatda o'tib ketmasa bo'ldi bu dunyodan. Ko'chada yeb ichib to'yib keladi. Biz bu yoqda qotgandan yeb o'tiramiz. Uyda hech narsa qolgani yo'q. Ha bo'ldi-da endi ona. Hozir g'ir etib o'tib kelamiz. Hozir uyg'otaman. Hozir chiqib keladi. Voydod, boshim og'riyapti, boshqa ichmayman, it yetsin deb qasam ichadi. Har kuni bitta plastikka aylanadi. Dada? Dada, hali ham uxlayapsizmi? Turing endi dada, anoda oyim jahl chiqib yotdi. Bozorga borib kelishimiz kerak hali. Ey dada, turing.
Shu oyimdan ikkalamiz ham gap eshitamiz. Hozir tursangiz-chi, dada. Dada? Meni qo'rqitmang, dada, hazillashyapsizmi? Dada, turing. Tursangiz-chi, dada. Dada! Sizga nima bo'ldi, dada? Meni qo'rqitmang, dada. Dada! Ona! 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 Ha? Dadam turmayapti. Kecha molda ichgandan keyin turmaydi-da. O'zingiz qarang yaxshisi, ona. Bormayman. Boshim og'riyapti deb yotibdimi? Yo'q, gapirmayapti. Ko'zini ham ochmayapti. Ha? Charchabdimi? Xon hazratlari. Bilmadim, ona. Nafas ham olmayapti menimcha. Ajab bo'pti. Ko'proq ichish kerak edi. Shunaqa bo'ladi. Nafas olmayapti? Ha? Voy! Voy! Mana ko'zlarini ochmayapti, mana. Yaqinlashib ketmayman, yadasizmi? Nima qilamiz, oyi? Endi nima qilamiz? Voy, bor doktorni chaqirsiz. Qaysi doktorni? Nima qilamiz? Boshlayman, bor doktorni chaqirib. Hozir islomotdan aytaman. Hozir. Ha, endi harakatlaringni qilaveringlar. Nima? Shamiman. Haqiqatni to'g'ri qabul qilinglar. Bardam bo'linglar. Endi bu inson oramizda yo'q. Dada, ko'zingizni oching, dada. Endi nima qilamiz? Sultonimdan ayrilib qoldik. Ha, endi o'g'lim bandachilik. Siz kelin ko'p kuyinmang. Yoshsiz. Hali hayotimiz, hayotingiz oldinda. Ha, o'zi qayerda, kim bilan ichgan ekan kecha? Bilmaymiz. Xabarimiz yo'q. Kecha ani Bo'rivoy, G'iyos uchalovlarni birga ko'rgandim. Ha, xaxalashib kulishib ketayotgan edi. Demak, o'sha yer emasda ichilgan yerimga. Ana, ichirib o'ldirdi. Lekin meni aytganimni aytib qo'ymanglar, ha? Tashvish qilmanglar. Hamma ma'rakalarda o'zim bosh bo'lib turaman. Sizlarni bundan buyog'iga yolg'iz qoldirmayman. Biz ichirganimiz yo'q, o'zi ichdi, to'g'rimi? O'zi ichdi, to'la qilib ichdi. Salla bilan ichgan. Salla aybdorsanlar. Ana oxiri yerim o'ldirdilar. Ya o'lgani yo'q-ku, nafas olyapti-yu. Ey, kene vaqma qilmang. Qanaqa nafas oladi? Nafas olayotganini bilayotgani ham yo'q. Ana mahallamizdagi islom doktor tayyorgarliklarni ko'raveringlar dedi. Islom doktori, mol doktor-ku, odamni bilmaydi. Mahallamizda boshqa doktor yo'q-da. Tez yordam chaqiraylik. Yo, tez yordam emas, yaxshisi tuman markaziga olib boraylik. U yerda yaxshi doktorlar bor. Nargizaxon, akasi berib qo'ydik. Qandosh urug'lar hammasiga telefon qilib aytib qo'ying. Kechga asrdan keyin chiqaramiz. Shoshmang. Yozaman, qamataman ikkovingni ham. Umringni qamoqda chirataman. Voy, o'zingni bos, uka, o'zingni bos. Dadangni hozir tuman markaziga olib boramiz. Doktorga ko'rsatamiz. Nima xarajati bo'lsa, o'zimiz qilamiz. To'g'rimi? Jiyan yozmay tur. Ha, yaxshi bo'lib ketar dadang. Vohma qilma, qani ko'taraylik bo'lmasa. Qani oldik bo'lmasa. Oppa, bu odamni ko'tarishni ham o'zi olmaydi. Qani yordam ber. Tushunmadim. Nega buni jag'ini boylab qo'yishgan? Bilmasam, uydagilar shunaqa bo'lib kelgan. Bu hali tirik-ku. Olib tashlaylik kelgan, xo'pmi? Ahvol og'ir. Tez bunga muolajalar qilish kerak. Hozir yozilgan dorilar hammasini
Tayyorlang tez. Xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Men qayerdan tayyorlayman dori-darmonlarni? Siz yozilgan dori-darmonlar ro'yxatini qarindosh urug'lariga bering, ular olib kelsin. Sizlar muolajani boshlanglar. Ha, shunaqa deng-da, doktor. Lekin menimcha kechikdik. Shunday bo'lsa ham harakat qilib ko'ramiz. Harakat qilaylik. Dorixonadan qarzim bor edi, shu bahona qutulib olardim. Odam nima dardda-yu? Siz nima darddasiz? Uyaling. Dorixonaga meni yuborganimni ham aytish esdan chiqmasin. Xo'pmi? Xo'p. Meni haqqimni ham alohida ajratib qo'ysin. Tezlashtiring. Nima bo'ldi, doktor? Katta doktor ahvol og'ir deyapti. Nima qilsa bo'ladi endi? Harakat qilamiz. Kerakli dorilarni yetkazib kelish kerak. O'zingizlarda yo'qmi? Bizda bor. Yetmay qolsa bemor og'irlashib qolishi mumkin. Hayot-mamot masalasi. Bo'ldi, yetkazib kelamiz, ro'yxatni bering. Mana ro'yxat. Voy, bu hammasini hozir qilasizlarmi? Ha? Buncha dorini ko'rganda Sattor aka ichganiga ham pushaymon bo'lardi. Aytma, ichmay ham ketsin. Tezroq yetkazib kelinglar. Xo'p. Hozir his qilamiz. Mang. Nima menga berasan? Kecha choyxonada hisobni ham menga berding. Men o'zingga. Ha, bo'pti, yuring. O'zing borib kelaver, men mana shu yerda turib turaman. Bemorga qarab turaman. Doktorlar aytganlariga yordam berib turaman. Yo'q, soqqasi. Choyxonaga to'ladi, yo'l kiraga to'ladi. Qolsa pul qolgani yo'q-ku. Shunaqami? Ha? Bo'ldi. Bo'lmasa, xotiningizga hozir telefon qilaman. Bugun barcha voqealarni aytaman. Rahmi kelib balki plastikdan pul tashab olar. Bo'rvoy. Shu xotinimga telefon qilmagin. Mana shu qozi dorilar olib kelish kerakmi? Olib kelish kerak. Nima qilib turibsan? Yur olib kelamiz bor. Yuring bo'lmasa. Bo'rvoy. Kun ham kech bo'lib qoldi. Gurgoga xabar beraylik. Ulgurolmay qoladi-da. O'ylikki ko'p ish bo'lmaydi. Yana bomdodga qolib ketishi mumkin. Nimalar deyapsiz, shoshmasangiz-chi? Dori-darmonni olib kelib berdik, bir gap bo'lar, o'zimiz yonimizdan olib keldik-ku hamma dorisini. Qilashib qo'ygandan keyin olib kelasanlar-da. Baqirmang, kelay bu shifoxona, bemorlar yotibdi. Undan keyin mana dorilarni olib keldik. Rahmatingiz shumi? Sizga aytsam, ayb bor-ku, dadangning o'zida. O'zi ishda. Bizning kechirganimiz yo'q. Baqirib gapirasiz. Ertaga ma'rakasini ham qilib berasanlar, tursangiz kerak. Va menga qara, xotiningga ham bo'lgan voqeani aytaman hozir borib, xo'pmi? Bo'rvoy, to'g'risini aytsam, bizda ham ayb bor uka. Yaxshimisizlar? Soyiflar oilasimisiz? Biz dadamning ahvollari qanday, doktor? Dadangizni olib ketishingiz mumkin uyingizga. Tuzaldilarmi? Yo'q. Harakatingizni qilavering. Biz qo'limizdan kelgancha harakat qildik. Foydasi bo'lmadi. Nima? Mayli, qiladigan ishim ko'p edi. O'z sabr bersin barchangizga. Düzümsen, qara pişmiş ko'zimsan, qara qarang qizlarni, ey sarasi o'zingsan. Endi aka, bu dorilarni sizga kerak yo'q. Tushunmadim. Men qayerdaman? Shifoxonadasiz aka.
Menga nima bo'ldi? Komadasiz. Kechga janozangiz bo'ladi. Nima? Nima? Tirikmisiz? Ha, tirikman. Haligi men tushunmadim. Sizni Ko'p gapirmang. Kecha ko'payib ketibdi. Uyga ketaman. Ketsam bo'ladimi? ha, bo'ladi. Rahmat. Dorilar kerak emasmi? Olavering. Kiyimlarim qayerda qoldi ekan, ha? Yerimiz salim o'ldirdilar insonlarni hali buningni ko'rsataman. Salim urmaysan. Keling, o'zingiz bosing, iltimos, o'zingiz bosing. Yerimni marakasini o'zing qilib berasanlar. Qilamiz. O'g'limni ham uylantirasanlar. Uylantiramiz. Uy ham olib berasanlar 3 xona. Olib beramiz. Ha, olib bermay ko'rchi. Keling. Hech xavotir olmang. Hamma shartlaringizni bajaramiz. Kerak bo'lsa sizga eran topib, erga beramiz. Tushunmadim. Nima bo'lyapti bu yerda? Ishsiz bo'lmayapti. Yo'q, hammasi joyida, ha? Yaxshimisiz dadasi? Yaxshiman. Uyga ketdik, qornim ochdi. Boringlar, ha, boringlar. Dadajonisi? Nima qilamiz endi aka? Qochamiz, yo'lda yana mazasi bo'lmay qolsa, ikkalamiz boshimizga bola. Xotinni ko'ryapsan-ku? Yomon ekan xotin. Qochib ketdik. Alo. Ha o'g'lim, qanday yaxshimisan? Ha, rahmat. O'zing yaxshimi, bolalaring? He, menga qara, maqsadga o'ta qolay. O'zing bilasan, necha yildan beri yolg'izman. Qiynalyapman. Ha, birov issiqdan, sovuqdan xabar olmaydi. Mana qishlog'imizdagi Sattor traktorchi bor-ku, shu olamdan o'tib qoldi. Xotini beva qoldi-da. Shuni ham ko'nglim menda bor shekilli, qarashlardan ma'lum. Shuni gaplashib ketsalaring. Ha? Ha, yosh bo'lsa nima qildi? Ha, men ham yoshman, qirchillagan. Endi 75 ga kirdim-ku. Menga qara, balkim sizlar ham ukalik bo'lib qolarsizlar. Ke, shuni gaplashib ketgin. Ha. Shoshma. Ha, Sattor. Ne rejalarim bor edi-ya. Hammasini rasvo qilding. Yana bo'ydoq qoladigan bo'ldim-da. Menga qara. Ana bu Soyif nima bo'ldi? U ketdi. Oxiratlar obod bo'lsin. Yana bitta bemorimiz olamdan o'tdi. Yo, siz tushunmadingiz. Oyoqqa turib uyga ketdi. Nima? Demak unda klinik o'lim kuzatilgan. Bizning sa'y harakatlarimiz bilan bir bemor sog'ayib oyoqqa turdi. Menga qara, suyunchi tashab ketdimi? Yo'q. Undan qolgan dorilarchi? Hammasini yig'ishtirib olib ketdi. Qurumsoqlar. Tashab ketsa o'larmidi? Aytmang, onamlar shunaqa qirmsoq bo'lib ketganda. Bizga bola bo'ldi, qara. Shu tashvishlar ham bor ekanda. Ya, og'ir kun bo'ldi. Aytma. Bunaqa tashvish bor deb sen bilan biz qayerdan bilibmiz-a? Menga qarang. Charchadik ikkalamiz ham. Bir choyxonaga borib, o'tirmaymiz, maza qilib. Zo'r bo'lardi. Ikkalamiz o'tirsak-chi, Bo'rvoy. Har doim yaxshi bo'lgan. Birov qo'shiladi, bunaqa tashvish ham qo'shiladi boshimizga, Bo'rvoy. Shunday. Shoshmanglar.
Iya, Sattor traktorchi-ku. Hozir bizga bor-ku, qo'shilib oladi bu. Nima qilamiz? Bu bilan men ikkinchi o'tirmayman, to'g'risi bor-ku. Men ham ikkinchi o'tirmayman. Men qarang, nima qilamiz? Qochamiz. Qochamiz, ketdik. Qoch! To'xtanglar, va Sattorman, to'xtanglar. Sevgili Xudoy xayr bersin sizga yana. Ketdik. Boshlaymiz. Motor. Ana shunaqa deydi doktor. Qo'rqizib yubordingiz. Qo'rqizib yuborasiz. Qo'rqib ketdik. Ha shunaqa deydi doktor. Qo'rqizib Ketdik. nima edi qo'rqizib yubordingiz. Qo'rqitib Qo'rqitib Ketdik. Ha shunaqa deydi doktor. Qo'rqitib yubordingiz. Qo'rqitib yuborasiz. To'g'rimi? To'ppator o'zingizni baqirib yopsiz. Ertaga Kirpigani qaraydi. O'zi sabr bersin. Qiladigan ishlarim bor. Chiqaraman deymi? ikkitamiz bo'lsak yaxshi o'tiramiz. Ichki aralashtirmaymiz endi o'tirishimizga. Olib qo'yinglar. Maza shirin bo'ladi mashina go'shi bor. Qot chiqarib beradi.